Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qaysi viloyatlarda yomg'ir yog'ishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 8-yanvar payshanba kuni kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-2 daraja sovuq, kunduzi 7-9 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi deyiladi prognozlarda.